Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'zlaring toliqqanga o'xshaydi. Charchadingmi? Biroz. Lekin bu charchoq ko'zlarimdagi baxtni yashira olmaydi. Shunchalar baxtlimisan? Albatta. Axir biz bugun birgalikda uzun va baxtli yo'lga chiqdik. Hayotimizning eng go'zal va shirin fasli boshlanadi, Jamol aka. Boshlanmaydi. Tugaydi. Tugaydi. Ha. Mana shu yerda bizning hikoyamiz boshlanmasdan turib yakun topadi. Sen orzu qilgan o'sha shirin hayot boshlanmasdanoq tugadi. Nimalar deyapsiz? Tushunmayapman gaplaringizga. Bu nima deganingiz? Chunki seni javobingni berdim. Taloqsan. Shundaymi? Hazillashyapsizmi? Qanaqasiga? Yo'q. Men jiddiy gapirdim senga. Nima uchun men nima ayb ish qildim, Jamol aka? Sen aybing akangni singlisi bo'lganingda. Tushunmadim. Bu yerda akamni nima aloqasi bor? Tushuntirib gapiring. Bunisini borib akangdan so'raysan. Birovni g'ururini sindirish qanaqa bo'lishini so'rab ko'r. Men o'zimning maqsadimga erishib bo'ldim. Endi seni menga keraging yo'q. Shundaymi? Qanaqa maqsad? Endi sen hamma uchun turmushga chiqib, ertasi kuniyoq ajrashgan qiz bo'lasan. To'yini birinchi kechasi uyga qaytib kelgan qizlar haqida hamma nima deb o'ylashini bilasanmi? Bilasan. Endi shuni og'rig'ini akang his qilib ko'rsin. Ha, aytganday, men akangga o'xshagan pastkash emasman. Qizlarni nomus bilan o'ynashadigan. Boshqacha yo'l bilan ham qasos olishim mumkin edi sendan. Lekin senga tegmayman. Assalomu alaykum Nodir aka. Bilaman kechga qoldim. Kechiring, boshqa qaytarilmaydi. 1,5 soat bo'ldi, Shahnoza. Unaqa emas-da. Darsim ko'payib ketib qoldi-da, kechiring. Bitta sen o'qiysan institutda. Boshqali bekorchi. O'zi ketib qolsam ham bo'lar-ku. Voy, Nodir aka, jahlingiz chiqmasin. Bo'pti, yur, ovqatlanamiz. Qorning ochib ketdi, seni kutaverib. Shundan gapirmaysizmi? O'zim ham och qolib ketuvdim. Yuring. Yur. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Oyijon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zim o'rgilay. Yaxshi keldingmi? Ha.
Charchamay keldingmi? Voy, mehmon keldimi, oyi? Sovchilar keldi. Zo'r joyga o'xshayapti. Keyinchi Oyijon, iltimos. qizim, ko'ylingga shuncha qaraganim yetar. Endi o'sha Nodirni esingdan chiqar. Nimaga, oyi? Nimaga meni tanlovimga ishonmaysiz? Qizim, o'tkinchi hoyu havas deb butun umringni kuydirma deyman-da. Bilmadim, Nodirga hech ham ko'nglim isimayapti. Oyijon, Nodir akam siz o'ylagan yigitlardan emas. Menga va'da berganlar. Aldamaydi ular. Ishonaman ularga. Seni beg'ubor ko'ngling hammani o'zingga o'xshagan halol deb o'ylaydi-da, qizim. Ey, yigit kishini so'zi emas, harakati bo'lishi kerak. Jon qizim, men seni faqat baxtli bo'lishingni xohlayman. Bilaman, oyijon. Hali ko'rasiz. Qizingiz dunyodagi eng baxtli kelin bo'ladi. Iloyim shunday bo'lsin. Lekin shu yigitga hech ham ishonmayapman-da. Bolajon, onani ko'ngli hech qachon aldamaydi. Oyijon, xotiramen, hammasi yaxshi bo'ladi. Men kiyimlarimni alishtirib chiqay, sizga qarashib boraman, xo'p? Ey xudoyim, ey, bu qaysar qizni nima qilsam bo'ladi? Ey! O'sha yerdagi ko'zoynagimni ola kel. Voy, Assalomu alaykum oyi. va alaykum assalom. Kelding bolam? Ha, keldim. Bor, yuvinib chiq. Dadang ham hozir kelib qoladi. Ovqatsiz Oyi, eman. meni qornim to'q. O'zinglar bemalol ovqatlanib beringlar, men dam olaman. Ey, qanaqasiga qorning to'q bo'ladi? Axir vaqtida ovqatlanmasang kasal bo'lib qolasan, o'g'lim. Ko'chada ovqatlanganman oyi. Bilaman, bolam. 2-3 kundan buyon o'zingni olib qochib yuribsan. Lekin dadangni bilasan-a, bitta gapiradilar. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Nima deysan? Labzingizni buzing deysanmi? Dadammi lavzu? Men bergan va'da bir tiyinmi? Oy, men Shahnozaga va'da berganman. O'g'lim, bu va'dangni unut. Dadang uchun bu shunchaki to'y emas. Butun umrlik mehnati orzularni cho'qqisi-ku, jon bolam. Tushunarli. Dadam o'zlarining manfaatlari, mavqei uchun meni hayotimni sotdilar, to'g'rimi? Sotgani yo'q. Seni kelajagingni sotib oldi. Bolam, dadang faqat seni kelajaging, farzandlaring uchun, baxtli yashashing uchun harakat qilyapti. Sal esingni yig'ib olgin, bolam. Menga qara, bolam. Dadangga qarshi borishga harakat qilma. Yo'q oyi. Men osonlikcha taslim bo'lmayman. Shahnoza bilan oramizda juda katta ahd-paymon bor. Bu va'da buzilsa, badali juda qimmat bo'ladi. Ahd-paymon? Qanaqa ahd-paymon? Seni oyog'ingni ostiga butun hayotini tashlab bergan otangni endi sharmanda qilmoqchimisan? O'sha Shahnozang haqida boshqa eshitishni ham xohlamayman, tushundingmi? Unda dadam bilan o'zim gaplashaman oyi. Hey, nimani gaplashasan? Hey, o'zi qon bosim ko'tarilyotibdi. Yana bir narsani boshlab o'tirma. Menga qara, bola. Oyi, qo'ysangizchi. Dadamning ahvollari yaxshimi, doktor? Ahvollari og'ir. Qon bosimlari 220 ga chiqib ketgan. Bu gipertonik kriz. Yuraklarida ham jiddiy o'zgarishlar bor. Yurakda infarkt belgilari ko'rinib turibdi. Yaxshi ham shifoxonaga o'z vaqtida olib kelibsizlar. Biroq Nima biroq, doktor?
hozircha xavfni biroz qaytardik. Lekin ahvollari hali ham barqaror emas. Sizlarga qattiq ogohlantirish beraman. Bemorga har qanday harakat, zarracha asabiylashish qayta xurujni chiqarishi mumkin. U yog'ini o'zinglar tushuntiribsizlar. Eshitdingmi doktorning gaplarini? Maqsadingga erishdingmi? Oyi, Nima oyi? Endi ham borib o'sha sevgan qizingga uylanasanmi? Bor, dadangni ajalidan 5 kun burun o'rgatdik. Bor. xo'p oyi. To'y bo'ladi. Men roziman. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob berolmaydi. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob berolmaydi. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq. Tushunmadim. Nega javob bermayaptilar? Uf. Nima qilsam ekan? Voy, bu yoqdamiding? Ha, oyi, shu yerda edim. Ha, nima bo'ldi? Nega bezotasan? 2-3 kundan beri g'alatisan, qizim. Yo, yaxshimi oyi? Ozroq boshim og'riyotgandi. Ha, dori ichdingmi? Ha, ichdim. Yaxshi. Ha. Akang pul berib yuborgan. Yur, birga bozorga borib kelamiz. Seni sarpanga har xil dasturxon, sochiqlar, kerakli narsalarni olib kelamiz. Oyi, qiziqmisiz? Xuddi ertaga to'yim bo'layotgandek gapirishingizni qarang. Undan ko'ra o'sha pulni o'zingizga ishlata qoling. Menga shu yoshimda pulni nima keragi bor? Qiz bolaga qancha yig'sang ham shuncha kam. Bo'pti. Borging kelmayapti. Sen damingni ola qol. Men o'zim bozorga borib kelaman. Xo'p, oyijon, mayli. Yaxshi borib keling. Ha, sen ham yaxshi o'tir, tuzalib qol. Do'st Sardor akaga qo'ng'iroq qilib ko'rsammikan? G'alati bo'lmasmikan? Hech narsa qilmaydi. Ey, hali ham siqilib turibsanmi? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Sardor, o'laygir, aqldan ozay deyapman. Nima qilishni bilmay qoldim. Menga qara, siqilgan bilan foyda yo'q. Dadang ahvolni ko'rib turibsan. Orqaga yo'l yo'q. Bilaman. O'zi dadamni shu ahvolga tushishlariga men sababchiman. Qon bosimlari borligini bilib turib, qattiq gapirib yubordim. Shahnozada nima ayb? To'g'ri. Shahnoza ham odamni aqldan ozdiradigan darajada chiroyli qizda. Shuning uchun sen dadangni ham dunyoni ham unutib yuborgansan. Gap faqat uni chiroyida emas, Sardor. Men uni sevaman. Men unga va'da berganman. U menga ishongan. Keyin uni yuziga qanday qarayman? Qanday qilib shunchaki tashlab ketaman? Bu yoqda dadam, bu yoqda Shahnoza. Ikki o't orasida qolib ketdim. Nodir, do'stim, bunaqa siqilaverma. Yigit kishiga yarashadigan ish qilgin, do'stim. Hamma narsani ham bunaqa murakkablashtirib yuborma. Hamma narsaga chora topish mumkin. Nima demoqchisan? Meni eshit. Hozir sen to'yga rozi bo'laver. Dadangni ko'ngillarini xotirjam qil. Ja bo'lmasa, Shahnozani ikkinchi xotin qilib olasan. Birinchi xotining bilan ajrashasan.
u bunga ikki dunyoda ham rozi bo'lmaydi. Rozi bo'ladi. Agar seni sevsa, rozi bo'ladi. Seni yaxshilab tushuntirib ko'r. Agar tushunmasa, menga ayt, o'zim tushuntiraman. Chorasizligini aytaman. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni shoshilinch chaqirib, o'zingiz kechga qolganingizni qarang, Nodir aka. Ha, bir ish bilan ushlanib qoldim-da. Yaxshimisan? Yaxshiga o'xshayapmanmi? Bir haftadan buyon yo'qsiz. Na qo'ng'iroqlarimga, na xabarlarimga javob berasiz. Hatto do'stingiz Sardor akaga qo'ng'iroq qilib ham topa olmadim sizni. Sardor menga indamadi. Tinchlikmi, Nodir aka? Nimadir bo'ldimi? Shahnoz, bilasanmi? Dadam og'ir ahvolda kasalxonaga tushib qoldilar. Qon bosimlari juda ko'tarilib ketgan. Hozir ahvollari yaxshimi? Bo'ladi. Lekin shifokorlar juda ehtiyot bo'linglar deyapti. Kechiring, Nodir aka. Men bilmasdan siz haqingizda... Shahnoz. Shu masalada sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Senga bir gap aytaman, faqat meni to'g'ri tushunasan. Tinchlikmi? Qanaqa gap? Dadamni bu ahvollarda men ularga qarshi qolmayman. Har bir noto'g'ri qadam dadamni o'limiga olib borishi mumkin. Shahnoz, meni kechir. Lekin men boshqasiga uylanishim kerak. Nima? Hazillashyapsizmi? Hazil deb ayting, Nodir aka. Qaniydi hazil bo'lganida. Men hozir chorasizman. Dadam lafz berib qo'ygan ekanlar. Nima? Dadingizni bir og'iz lafzini deb meni shu ahvolda tashlab ketasizmi hozir? Men-chi? Meni taqdirim-chi? Sizga nima o'yinchoq bo'ldimi? Oyimga nima deyman? Akamning yuzlariga qanaqa qarayman? Shahnoz, dadam. Dadam deysiz. Nimaga shuncha va'da berishdan oldin dadingiz haqida o'ylamadingiz? Hammasi tugadi shunaqami? Yo'q, tugamaydi. Senga hammasini tushuntiraman. Dadam aytgan qizga uylanaman. Biroz yashab keyin ajrashaman. Keyin senga uylanaman. Bu eng to'g'ri yo'l. Sen faqat meni to'g'ri tushunsang bo'ldi. Ajrashaman deysizmi? Yo'q, Nodir aka, siz hozir meni taqdirimni, nomusimni o'yinchoq deb o'ylayapsizmi? Shahnoz, iltimos, boshqa ilojim yo'q deyapman senga. Men seni tashlab ketayotganim yo'q. Faqat biroz sabr qilish kerak. Yo'q. Men siz uchun shuncha kurashdim. Sizga ishondim. Siz bo'lsa meni ikkinchi xotin qilmoqchimisiz? Birovni ostonasida navbat kutib o'tiramanmi? Xo'p. Siz dadingizni qutqardingiz. Lekin meni o'z qo'llaringiz bilan jarga yetardingiz. Tushunarli. Hammasi tugadi. Bugun uni to'yi. U baxtli. Senchi? Ahvolingga bir qara. Shunchalar ham sodda bo'lamanmi? Shahnoza? Qizim, Hoya, xonangda nima qilib o'tiribsan? Ha, chiq, ovqatlanamiz. oyi, eshikni taqillatib kirsangiz bo'ladi-yu. Senga nima bo'lyapti o'zi, yig'ladingmi? Bir necha kundan beri o'zingdamassan. Rangingda rang yo'q. Ha? Biror gap bo'ldimi?
Hammasi yaxshi, oyi. Xotiramin. Mendan yashirma, bolam. Onangman. Yo, o'sha Nodir bilan orangdan biror gap o'tdimi? Oyi, hammasi yaxshi dedim-u. Nodir akaning aloqasi yo'q. U haqida boshqa gapirmang. Hammasi yaxshi. Demak, bir gap bor. Nima? U seni xafa qildimi? Voy, yuragimni ezmasdan gapirsang-chi, qizim. Oyi, men hozir yolg'iz qolmoqchiman. Gaplashishni istamayman. Iltimos, tinch qo'ying. Mayli. Bo'pti. O'zingga keval. Keyin gaplashamiz. Hay qizim, tur, soat. Meni kechiring. Siz har doim haq bo'lgan ekansiz. Bugun u uylandi. Men esa siz orzu qilgandek beg'ubor qizingiz bo'la olmadim. Berilgan soxta va'dalarga, qasamlarga ishondim. Bu sharmandalik bilan sizni ko'zingizga qanaqa qilib qarayman? Iltimos, meni kechiring. Qizim. Voy. Ahmoqlik qilib qo'yma, qizim. Aslo unday qilma, jon qizim. Ahmoqlik qilma. Ahmoqlik qilma. Alo. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Ichki ishlardan bezovta qilyapmiz. Shahnoza Aliyevaning onasimisiz? Ha? Shunaqa? Opa, faqat o'zingizni qo'lga oling. Suv bo'ylab qizingizni muhtajdim. Nima dedingiz? Yo'q. Siz adashyapsiz. Boshqa odam bo'lsa kerak. Adashmang. Yonida hujjatlari ham bor ekan. Ha? Shahnozaga tegishli ekanligi tasdiqlandi, opa. Morgga kelib tasdiqlab ketishingiz kerak, opa. Alo. Alo. Opa, biz barcha tergov ishlarini olib bordik. Ekspertiza xulosalari ham keldi. Nodir butunlay aybsiz. Qanday? Xatchi. Xatda hamma narsa yozilgan-ku. U yetmaydimi? Opa, meni eshiting. Qonun his-tuyg'ularga tayanib ish tutmaydi. Faqatgina ashyoviy dalillar asnosida ish ko'radi. Bu xat qonun nuqtai nazaridan hech narsani hal qila olmaydi. Qanaqasiga hal qila olmaydi? U qizimni aldadi. Hatto Nodir aynan uni nomusiga tekkani yoki majburlagani haqida hech qanday asos yo'q. Qizingiz faqat u yerda umumiy so'zlarni yozgan. Bu yerda bir kishining aniq familiyasi yoki aniq jinoyati ko'rsatilmagan. Lekin to'y kuni qizim o'zini suvga tashlaganicha bu sizningcha tasodifmi? Ha? Hammasi o'sha Nodirning kasofatidan-ku. Kiring, Mumkinmi? keling.
Sizga ruxsat opa. Sen endi maqsadingga yetdingmi? Meni begunoh, dili qon bo'lgan qizimni yerga ko'mishdi. Sen esa qonun oldida aybsiz bo'lib yuribsan. Yaramas! Opa, Yaramas! opa o'zingizni bosing. Yaramas! Bu yer ichki ishlar idorasi. Iltimos, chiqib keting. Xudoga soldim seni. Xudoga soldim seni. O'tiring. Karimov, ish yopildi. Qonun oldida tozasiz. Men bergan hujjatlarga qo'l qo'yib bersangiz. Xo'p. Kim? Oyi, Jamol? Bolam, keldim oyi. senmisan? Bolam. Bolam. Keldingmi bolam? Keldim oyi, keldim. O'zingga shukr. Seni ham diydoringga to'ymay o'lib ketamanmi deb o'ylagandim. Yo'q. Oyi, endi yoningizda bo'laman. Bolam, farzandog'i bilan sinamasin ekan. Sensiz singlingni tuproqqa qo'ydim. Sen esa uzoqdasan. Meni kechiring. 2 yil u yerdan ruxsatsiz chiqolmasdim. Endi har doim yoningizda bo'laman. Singlimni nomusi. Sizni mana shu ko'zlaringizdan so'ngan nur uchun men u marazni butun dunyosini zimistonga aylantiraman. Bu meni qasamim. Telegramdan rasmlarini va o'qish joyini tashlab qo'ydim, o'rtoq. Rahmat senga. Katta yordam berding. Arzimaydi, Jamol. Shu ham ish bo'ptimi? Nima yordam kerak bo'lsa, bemalol aytaver. Xo'p, rahmat. Bo'pti, og'ayni. Demak, Nodirni beg'ubor erka singlisi. Sen ekansan-da. Bu boshqa gap. Akang meni singlimni hayotini barbod qildi. Onam dunyo go'zalliklarini ko'rishdan mahrum bo'ldi. Hamma narsani unutib, baxtli yashamoqchiman akang. Yo'q. Endi navbat senga. Sen meni sevgilim bo'lmaysan. Sen meni qasosimni achchiq quroli bo'lasan. Akangni ko'z o'ngida seni parchalayman.
Mana endi o'yin boshlandi. Binafsha shu'lasi. Ah, Usmon Muslim. Inson o'z ichidagi zulmatdan qochib, boshqalarning hayotini zimiston qilishini juda aniq tasvirlagan. asar faqat zulmat haqida emas. Unda taqdir sinovlariga uchragan insonni poklanish va yorug'likka intilish umidi bor. Yorug'likka intilish. Lekin hamma ham poklana olmaydi, to'g'rimi? Ba'zida birovni qilgan xatosi evaziga butunlay aybsiz odamlar badal to'lashiga to'g'ri keladi. Bu adolatdanmi? Adolat har kimni o'z haqiqatida bo'ladi. Boshqalarga badal to'latish esa ojiz insonlarga xos. Balki Menimcha suhbatimiz chuqurlashib ketdi. ha, xalaqit bergan bo'lsam uzr. Yoqimli hordiq tilayman. Rahmat. Tavba. G'alati yigit ekan. Qayerga keluvdim? Yaxshi qiz, kuzatib qo'ysam bo'ladimi? Siz tasodifni qarang. Bu yerda nima qilyapsiz? Yo'q, bu tasodif emas. Men sizni kutib turgandim. Meni oldimga. Qiziq. Kecha suhbatimiz chala qolganga o'xshadi. Xohlasangiz, chiroyli bir joyda ovqatlanib, suhbatimizni davom ettirib qo'yamizmi? Menimcha shu joyida qolgani yaxshi. Bir martagina ko'rib, to'g'ridan to'g'ri ovqatlanishga taklif qilish g'alati emasmi? Men shunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaydigan yigitlar xilidanman. Tushunarli. Lekin bitta kichik ammosi bor. Qanaqa? Men tanimaydigan odamlarim bilan birga ovqatlanib yuradigan qizlardan emasman. Ikkinchidan, hozir qornim to'q va vaqtim yo'q. Demak, rad etyapsiz. Meni ko'ndirish oson emas. Mayli, men harakat qilaman. Demak, bundan ham yaxshiroq harakat qilishingiz kerak. Qoida shunaqa. Yaxshi qoling. Tasodiflar ustasi. Tasodif emas, Yasmina. Haqiqiy o'yin endi boshlandi. Kenayi, Ho, Yasminaxon, siz tasodiflarga ishonasizmi? tasodiflarga? Qanaqa tasodif? Bir insonni bir joyda, deylik, kutubxonada birinchi marta ko'rasiz. Keyin u kutilmaganda o'qishingiz tagida paydo bo'lib qoladi. Bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkinmi?
yoki taqdirning bir ishorasimi? Masala bu yoqda deng. Qanaqa taqdir, qanaqa kutubxona? Qani bir boshdan oxirigacha aytib beringchi. Kenayi darrov tergov boshlab yuborasiz. Shunchaki bir yigitdi. Agar shunchaki bir yigit bo'lganda, bunaqa ko'zlaringiz yonib gapirmagan bo'lardingiz. Qani, gapiring, kim ekan u yigit? Kutubxonada uchrashib qolgandik. Bugun esa o'qishimni tagida poylab turgan ekan. Kenayi ishonasizmi? Men hattoki uni ismigacha bilmayman. Bir ko'rishda o'qishingizni tagigacha kelgani qiziq. Yasminaxon, menimcha u bola sizni avvaldan kuzatib yurgan. Bilmadim, lekin avvallari umuman o'qishimiz atrofida ko'rmaganman uni. Balki payqamagandirsiz, e'tibor bermagandirsiz. Mayli, bir gap bo'lar. Balki bugungi muomalamdan keyin xafa bo'lib, balki umuman ko'rishmasmiz. Agar biror bir yangilik bo'lsa, menga ayting, xo'p, Yasminaxon? Qarang lekin. Xo'p. Yasmina. Yaxshimisiz? Salom. Hali ismimni ham bilaman deng. Albatta. Bekordan bekorga ortizdan yurmayapman. Ha, bu deyman, bugun kimnidir tug'ilgan kunimi? Yo'q, bu gullar sizga. O'zingiz aytdingiz-ku, yana ham yaxshiroq harakat qiling deb. Demak, bitta guldastaga meni aldanadi deb o'ylaysizmi? Yigitlar uchun yaxshi taktika. Ko'zlaringiz siz ham menga befarq emasligingizni aytib turibdi. Buni qarang. Hech bo'lmasa, bugun birga o'tirib ovqatlanarmiz. Yo'q, qornim to'q. Lekin shirinlikka yo'q demayman. Unda ketdik. Sal nariroqda mashinam bor. Mayli, yaxshisi piyoda yuramiz. Shu yaqin orada zo'r joy bor. Xo'p. Yaxshi. Buni oling. Rahmat. Qani ketdik. Jamol aka, kitobni o'qib tugatdingizmi? Ha, juda ham ajoyib kitob ekan. Muallif begona shaharlar, ularning tor ko'chalari va odamlari haqida shunday tasvirlaganki, o'qigan sari odam o'qigisi keladi. O'sha yerga borib qolgisi keladi. Ayniqsa o'sha dengiz bo'yidagi kichik shaharcha haqidagi bobi. Rosa yaxshi ko'raman sayohatlarni.
Yaxshi. Ba'zi qizlar mahriga uy, gelik, yana nimadirlar so'rasa, men sayohat so'ragan bo'lardim. Bo'lajak erimdan. Lekin menga sayohatlar nimagadir yoqmaydi. Sug'urta, hujjat, viza bunaqa narsalarga toqat qila olmayman. Vaqtim, xarajatim ko'p ketadi. Qaysi zamonda yashayapsiz, Jamol aka? Hozir hammasi telefonda-ku. Juda ham qulay va arzon. Hozir elektron sayohat degan turistik tizim bor. Uydan chiqmasdan 2 daqiqada hammasi hal bo'lyapti. Narxi ham bir necha barobar arzon. Shunaqa oson bo'lib ketganmi? Ha, hozir hammasi tez va qulay. Ortiqcha ovoragarchilik yo'q. Shunga aytyapman-da, qaysi asrda yashayapsiz deb. Endi hecham bunaqa ishlarga ishim tushmaganda. Mayli Jamol aka. Endi siz keta qoling, hozir akam ko'rib qolsalar, jahllari chiqadi. Akang? O'zi akang chiqsa yaxshi bo'lardi. Akang bilan gaplashib olishim kerak. Voy, akam meni o'ldiradilar. Nima deyapsiz? O'ylab gapirsangiz-chi. Nima? Shunchalik seni Voy, qizg'anadimi? albatta juda ham qizg'anadilar. Meni yeri ko'kka ishonmaydilar. Endi iltimos keta qoling Jamol aka. Xo'p, Yasmina. Ertaga sizlarnikiga sovchi yuboraman, nima deysan? Hali ertamasmi? Hali bir-birimizni yaxshi tushunib tanib olmadik. Ayni vaqti. Men seni juda yaxshi bilaman. Senga uylanmoqchiman. Agarda men rozi bo'lmasam-chi? To'xtash yo'q. Agar bilsang, uyimga kelin bo'lib bormaguningcha harakat qilaman. Bo'ldi, keting. Yaxshi boring. Ikki haftadan keyin to'y. Bu qiz o'tirishini qaranglar. Ha, Yasminaxon, tayyorgarligingizni boshlamaysizmi? Kenayi, negadir qo'rqyapman. Voy, nimadan qo'rqasiz? Hammasi tezlashib ketgandek xayolimda. Yasmina, o'zingiz rozilik berdingiz. O'sha yigitni bilasiz. Qolaversa juda ham ziyoli oila ekan. Siz hozir 7-osmonda uchishingiz kerak. To'g'ri. U ham otasiz katta bo'lgan ekan. Endi esa meni ham dadam yo'q. Xullas, hammasi g'alati-da. Ko'nglim g'ash. Ha, aytgancha, Oysi ham suvchilikka kelmadi-ya. Lekin Oysi haqida umuman gapirmagan. Mayli, siz uni buni qo'ying. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yomon narsalar haqida o'ylamang. Ha, undan ko'ra to'yingizga tayyorgarlik ko'ring. Rahmat kenaga. Yaxshi ham siz borsiz. Qolaversa, sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydilar. Qo'rqmang hech narsadan. Hozir ochaman. Yasmina? Siz? Kenayi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Voy, qizim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi? Yig'lamasang gapirsang-chi, meni qo'rqitmasdan. Yig'lamasdan gapir, nima bo'ldi? U meni aldagan ekan. Meni haydab yubordi. Sendan foydalanib bo'ldim. Endi menga kerak emassan dedi. Yasminaxon, tinchlaning, iltimos. Suv ichib oling. Menga qara. Oyi, endi nima qilaman? Nega unaqa qilganini so'ramadingmi? Nega bizni chaqirmading, qizim? O'zing kelaverding yig'lab.
Oyijon, ozroq o'zlariga kelishlari kerak, qarang. Oyi, akangdan so'raysan hammasini. Akangni qasosini oldim deb aytdi. Akangiz? Nima? Akang nima qilgan ekan? Bilmayman. Jamol! Jamol! O marras qayerdasan? Chiq bu yoqqa. Iye. Keling mehmon. Qani marhamat? O marras! Senimga nima qilding ya? Qo'lingni tort. Nima? Yoqmadimi senga? Singling kelinlik ko'ylagida uyingga borgani alam qildimi? O sendan so'rayman pastkash. Yasminani nima aybi bor edi? Nega unga o'yin qilding? Yasminaning aybi seni singling ekanligi. Senga berilgan eng og'ir zarba singling orqali kelishini bilardim. Menga? Men senga nima qildim nomard? Men hatto seni tanimayman. Men seni juda yaxshi taniyman. Esingdami? O'sha sen nomusini barbod qilgan qiz. Shahnoza. Shahnoza. Ha? Esingda ekan-a? O'sha sen tuyg'ularini o'yin qilib tashlab ketgan qiz. Bilasanmi hozir qayerda? Tuproqqa belanib yotibdi. Bunga esa seni ochko'z nafsing aybdor. Sen kimsan? Men uni akasiman. Seni kasofating bilan singlimni hayoti do'zaxga aylandi. Onamni ko'zlari ojiz bo'lib qolgan. Men bularni qasosini oldim senda. O'z jigar go'shang bilan qasos oldim. Yasmin aybsiz edi. U hatto bularni bilmasdi. Shahnoza ham aybsiz edi. U ham hech narsani bilmasdi. Aybi senga ishonib, nomusidan ayrildi. Tan olaman. Shahnozani sevganman. Lekin uni nomusiga tegmaganman. Uni hatto o'zimdan ham qizg'onardim. Yolg'on gapirma. Singlim hammasini yozib ketgan. O'sha xatni ko'rsataymi senga? Mana, sen bilan hisob-kitob qilib oldik. Endi bo'lsa, borib singlingni ko'z yoshlarini artgin. Agar qo'lingdan kelsa. Ey! Jamol, bolam. Kimdir keldimi? Nima shovqin? Oyi, do'stim kelibdi, hech qisi yo'q. Xavotir olmang. Axir bu Shahnozani oyisi-ku. Yasminaxon, bo'ldi endi. O'zingizni qo'lga oling. Ertalabdan beri hech narsa yeganingiz yo'q. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz-ku. Kenay, qaysi gunohim uchun? Qaysi aybim uchun menga bunday qilishdi? Aka. Hammasiga men aybdorman singlim. Meni xatolarimni qurboni bo'lding. Nima uchun axir? Men unga ishongandim.
O'sha payt Shahnoza ham menga ishongan. Shahnoza? Kim u Shahnoza? Tan olaman, Shahnozani sevganman. Lekin uni nomusiga tegmaganman. Uni hatto o'zimdan ham qizg'onardim. Akajon, qachon qaytasiz? Singlim, 2-3 yilda qaytaman. Voy, namuncha. Ungacha erga tegib ketib qolsam nima qilasiz? Yo'q, men borguncha tegmay turgunda, men 2 yillik shartnoma qildim. Ungacha O'zbekistonga qayta olmayman. Unda sizni kutaman aka. Siz kelmagunizcha turmushga chiqmayman. Bo'ldi singlim. Xo'p. Singlim, senga pul yubordim. O'zing yoqtirgan hamma narsani ol. Akajon, iPhone olsam maylimi? Mayli, agar kerak bo'lsa ola qol. Nechi bo'lishi mumkin? Akajon, sizni tug'ilgan saningiz bilan meniki bir xil a? Agar mashina olsangiz, ikkalamizga bir xil nomer olsangiz bo'lar ekan. 22. Shahnoza, men Sardorman, Nodirning do'sti. Nodir bugun to'ydan qochib ketmoqchi. Agar uni sevsang, 10 daqiqada chiqib tur. Seni olib ketaman. Nodir menga aytdi. Mana isbot. Mana dalil. Nega bular tergov payti ko'zdan qochirilgan? Mana endi umringni qamoqda chiritaman. Nodir. Allo. Nodir, shuncha yildan beri qochib yurganing yetadi. Senga qarshi dalil topdim. Tushunmadim. Qanaqa dalil? Shahnozani olib qochib ketmoqchi bo'lganing. Uni telefonida o'sha xabar haligacha saqlanib turibdi. Umuman tushunmayapman gapingga. Qanaqa xabar? O'zingni go'llikka solma. Qanaqadir do'stingga Shahnozani olib kelishini aytgan ekansan. Aynan o'sha kuni singlim o'z joniga qasd qilgan. Endi qonun oldida javob berasan. Tushunmadim. Sardor. Sardorni bu ishga nima aloqasi bor? Siz topshirgan telefondagi xabarlarga asosan ishni boshqatdan ko'rib chiqdik.
Xo'sh, endi hammasi ayon bo'lgandir. Ana endi qochib qutula olmaysan. Maraz. Shoshilmang Fozilov. Bu xabarga Nodira aloqasi yo'q. Siz shuni gapiga ishonyapsizmi? Dalil turibdi-ku. Lekin men hech kimga hech narsa aytmaganman. Yana bir marta aytaman. Shahnozaga qo'limni uchini ham tekkizmaganman. Sizga ruxsat. Kerak bo'lsangiz yana chaqiramiz. Ketishingiz mumkin. Xo'p. Qanaqasiga? Bu javob berish kerak. Nimaga ketadi? Aybdorning o'zi javob beradi. Endi o'sha kungi xabarga kelsak. Xabar 19:20 da yozilgan ekan. 10 daqiqadan keyin deyilgan xabarda, to'g'rimi? Xo'sh. To'ydagi video tasvirlarini ko'zdan kechirib chiqdik. Lekin Nodir 10 daqiqadan keyin ham, 1 soatdan keyin ham to'yxona zalida bo'lgan. Xo'sh. To'ydan keyin esa do'stlari bilan uyga ketgan. Biz yana ishni ochib, tergov ishlarini olib bordik. To'ydan keyin ham Nodir do'stlar bilan birga o'tirgan. Unda bu xabarchi? Lekin bir narsa bizni e'tiborimizni tortdi. Aynan o'sha vaqt Nodirning do'sti Sardor to'yxonada ko'rinmagan. Nodir do'stlar bilan o'tirganda ham oxirida kirib borgan. Bu ham tergovda aniqlandi. Demak, buni ortida o'sha Sardor deganlari turibdi. Shundaymi? Tergov natijalari shuni ko'rsatyapti. Xabarda Nodir qochib ketishini aytgani yozilgan. Lekin Nodir bundan bosh tortdi. Dalillar ham Nodir aybsiz ekanligini ko'rsatyapti. Men o'sha marazni o'ldiraman. Siz o'zingizni bosing. Chora ko'radigan qonun bor. Sardor Karimov chaqirtirib, tergov ishlarini davom ettiramiz. Agar aybi tasdiqlansa, o'zimiz qonuniy chora ko'ramiz. Ana endi borishingiz mumkin. Xo'p. Rahmat. Sizga kim kerak? Assalomu alaykum. Menga o'g'lingiz kerak edi. Unda nima ishingiz bor? U bilan hisob kitobimiz bor. Qani o'zi chaqiring. U hech qayoqqa chiqa olmaydi. Xohlasangiz o'zingiz kirishingiz mumkin. Keling. Maraz, o'ldiraman seni iflos. Voy, Sinimga bunday nima qilishga qilyapsan? nima haqqing bor edi, Qo'lingni gapir. tort bolamdan. Ha? Qo'lingni tort dedim. Bo'lmasa hozir militsiya chaqiraman. Jo'na bu yerdan. Men hisobim olmagunimcha ketmayman. Shahnozada nima qasding bor edi? Qanaqa Shahnoza? Nima deyapti? Oyi, siz boravering. Hammasi yaxshi. Aniqmi Sardor? Ha, boravering oyi. Gapir. Qasos olishga keldingizmi? Uring, teping. Baribir men hech narsani his qilmayman. Taqdir jazoim berib bo'lgan. O'sha kundan beri vijdon azobida yashayapman. Menga bu tomoshalaring kerak emas. Singlimi nima qilding? Gapir. Men uni yaxshi ko'rardim. Baxtga qarshi, u meni yaqin do'stim bilan sevishar ekan. O'sha kecha aqldan ozdim. Ichimda yig'ilib qolgan nafrat, rashk meni yeb bitirdi.
uni o'zimniki qilmoqchi bo'ldim. Maraz! Ertami kechmi bu haqiqat ochilishini ichimdan his qilib turardim. Lekin baribir to'xtamadim. Maraz! Men o'sha kecha Shahnozani hayotini barbod qildim. Hech kim sezmay qoldi deb xursand bo'ldim. Lekin Alloh ko'rguchi ekan. Mana shu meni nogironlar aravachasiga mixlab qo'ydi. O'sha Nodirni to'yi kuni kechasi Shahnoza, men Sardorman, Nodirning do'sti. Nodir bugun to'ydan qochib ketmoqchi. Agar uni sevsang, 10 daqiqada chiqib tur. Seni olib ketaman. Nodir menga aytdi. Hazilmi bu? Qanaqasiga? Alo. Alo, eshitaman. Shahnoza, meni eshiting. Men Sardorman. Nodir siz bilan qochib ketmoqchi. Tez chiqsangiz sizni olib ketaman. Nima? Tushuntiribroq gapiring. Qanaqasiga? Qayerga qochib ketadilar? Nimaga? Xullas, Nodir u qizga uylanmoqchi emas. U hali ham sizni sevadi. Shuning uchun bir soatlarda bildirmasdan to'ydan chiqib ketmoqchi. Nimaga o'zlari qo'ng'iroq qilmadilar menga? U hozir to'yda-yu, qanday qilib qiladi? Diqqat bilan eshiting. Agar uni sevsangiz, chiqar ekansiz. Xo'p, lekin oyimchi, oyim nima bo'ladi? Keyinchalik o'zi tushuntirar ekan. Hammasi iziga tushib ketsa, qaytib kelib hammasini tushuntiramiz dedi. Agar meni sevsa chiqadi deb aytdi. Nima qilasiz? Chiqasizmi? Shahnoza. Xo'p, chiqaman. Xo'p, yaxshi, kutaman sizni. Meni kechiring oyijon. Men Sardor akani yaxshi ko'raman. Shunga majburman. Meni kechiring oyijon. Bir kun meni tushunasiz. Yetib keldik. Nodir akam qanilar, keldilarmi? Shahnoza, kel, qo'ygin shu Nodirni. Otasini gapidan chiqmaydigan pastkash odamni boshing ko'rasanmi? Bu nima degan gapingiz? Menga qara. Agar meniki bo'lsang, seni malikadek yashataman. Baxtli qilaman seni. Men sizni tushunmayapman. Nodir akam qanilar o'zi? Nimasiga tushunmaysan? Men seni sevaman. Agar meniki bo'lsang, Torting qo'lingizni. Nodir akam kelmasalar meni uyimga olib borib qo'ying. Nimaga aldadingiz? o'ylab ko'r go'zalim. Qoch dedim senga. Tegma menga, ketaman. Och eshikni. Och!
Sen meniki bo'lasan. Seni hechimga bermayman. Tort, yo'qot qo'lingni iflos! Tegma menga! Yordam beringlar, iltimos! Chintu, baribir seni hech kim eshitmaydi. Sen baribir meniki bo'lasan. Eshityapsanmi? Meniki bo'lasan. Nimaga aynan men? Qaysi gunohim uchun? Nima qilaman? Qanaqa qilib yashayman? Aka, meni kechiring. Xohlasangiz uring. O'ldiring. Men shunga loyiqman. Seni urib o'ldiradi deb o'ylayapsanmi? Men sendaqa ojiz, harakatsiz odamga qo'l ko'tarmayman. Men o'zimni senchalik pastga urmayman. Seni o'zi Xudoni o'zi urib qo'yibdi. Lekin bu hali hammasi emas. Tushundingmi? Qilgan ishing uchun javob berasan qonun oldida. Aka, kechiring meni. Kechiring. Ablah. Yasminachi. Bekordan bekorga uni tuyg'ularini o'yin qildim. Uni hech qanday aybi yo'q edi-ku. Men xato odamdan qasos olaman deb bechora qizni tuyg'ularini, hayotini o'yinchoq qildim. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu ishlarni tub sababchisi Nodir. Agar u singlimning tuyg'ularini oyoq osti qilib boshqasiga uylanib ketmaganida, Shahnoza o'sha kechasi chorasiz ko'chada qolmagan bo'lardi. Navbatchilik qismi eshitaman. Salom alaykum. Men Shahnozani akasi bo'laman. Labbay aka. Haligi singlimni ishini surishtirayotgan tergovchiga ulab bera olasizmi? Hurmatli fuqaro, xotirjam bo'ling. Nima gap? Yangi tafsilot bormi? Men haqiqiy aybdorni topdim. U hammasini bo'yniga oldi. Sizda biror bir isbot yoki dalil bormi? Yoki shunchaki ayblov bilan? Hamma aybini bo'yniga oldi. Hamma ovozli yozuvlari qo'limda. Yaxshi. Unday bo'lsa, ovozli xabarni bizga tashlab bersangiz, biz o'rganib chiqamiz. Xo'p. Hammasi tugadi. Hammasi uchun tovon to'laysan. O'zingizchi, o'zingiz qalaysiz, tinchmi? Aka, o'sha kuni Allohning o'zi sizni menga yetkazdi. O'g'lim, Ha, menga qara. Singling yo'q. Tinchlikmi? Yasmina xonasida yo'q. Bo'l, qo'ng'iroq qilishga ishlarga. Nimaga vahmat qilasiz? Ko'chaga chiqqandir. Hozir telefon qilaychi. Qo'ng'iroq qildim, telefoni ochiq.
Bo'l, bola. hozir topamiz. Bo'ldi, oyi, siz siqilmang. Baxmaqmang bo'ldi. Nega Hozir. xavotir olmay axir? Hozir topaman. Qayerga ketdik? Ne kelding? Jamol aka, men sizni xotiningizman. Qayerga boray? Men sizni sevaman. Qanday bo'lmasin, men oilamizni, sevgimizni saqlab qolmoqchiman. Sevgi? Qanaqa sevgi haqida gapiryapsan? Men sen bilan bir tom ostida yasha olmayman. Har safar senga qaraganimda akangni singlimga qilgan tubanligi, pastkashligi ko'z oldimga kelaveradi. Seni har ko'rganimda o'sha kunlarni qayta yashayman. Mayli. Akam xato qilgan bo'lsa, o'sha xatoni yuvish uchun, sizni dardingizga marham bo'lish uchun, Shohnoz opa uchun ham siz bilan birga yashamoqchiman-ku. Iltimos, meni haydamang. Yasmina, nafaqat men, balki oyim ham seni qabul qilmaydi. Mayli, oyingiz qabul qilmasalar ham. Siz meni yomon ko'rsangiz ham yashayveraman. Nima bo'lganda ham o'rtamizda nikohimiz bor. Qanaqa nikoh? Men seni javobingni berganman. O'rtamizda hech nima yo'q. Oyi, ehtiyot bo'ling, zina bor. Bilaman. Keling. Tegma. O'zim yo'limni topib olaman. Hovlini supur deb senga kim aytdi? Kechirasiz, oyijon. Men kelinlik vazifamni qilay degandim. Akayni bizga qilgan ko'rgiliklaridan keyin qanday qilib bu gaplarni menga gapiryapsan? Oyijon, akamning xatosi uchun sizdan, Jamol akadan ming bor uzurimni so'rayman. Lekin meni biror aybim bo'lsa, iltimos meni jazolang. Haydamang faqat. Men bu uyga sizga xizmat qilish uchun, dardingizga malham bo'lish uchun kelganman. Oyijon, men seni bu yerda qolishingni xohlamayman. Uyingga ket. assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi, Jamol aka? Sen hali ham shu yerdamisan? Ko'rib turganingizdek, ha. O'zim haydab solishimni kutyapsan shekilli, ha? Choy iching. Choy iching, qo'lim kuyib ketdi. Haligi ertalabdan shirinlik tayyorlagandim. Yeb ko'rasizmi? Menga qara. Bu uyda seni boshqa ko'rmay. Tushundingmi? Yo'qol uyimdan. Men nima qildim? Yasmina. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nimaga hech kimga indamasdan ketib qolding? Ha? Aka, jahlingiz chiqmasin.
Axir aytsam jo'natmaysiz deb qo'rqdim. Nega hammani xavotirga qo'yasan? Bir oz aytmaysanmi? Qahramon aka. Singlingizni olib ketish uchun keldingizmi? Yasmina yur, bu yoqdan ketamiz. Yo'q aka. Men shu yerda qolmoqchiman. Ana. Seni singling qilgan gunohlaringning badalini to'layapti. Meni ko'zimga tik qarab gapir. Meni jazolamoqchi bo'lganingni tushunaman. Lekin singlimni soddaligidan, sabrdan foydalanmagan. U senga nima yomonlik qildi? Qasosing bo'lsa mana mendan ol. Erkakmisan? Erkak? Sen erkakmisan? Ha? Singlim seni yolg'onlaringni deb tuproqda yotibdi. Singlingning o'limida kim aybdorligini o'z qo'ling bilan ushlading-ku. Sen sababchisan shunga. Agar uni aldab tashlab ketmaganingda, singlim hozir bu ahvolga tushmasdi. Ataylab qilmaganman. Dadam shuni xohladilar. Seni deb dadang o'lim to'shagida yotsa, nima qilgan bo'larding? Meni o'rnimda nima qilarding? Dadang uchun hamma narsani qilarding. Xo'p, mana sening uchun nima qilyapsan hozir? Dadangni aytganidan chiqolmasdan singlim o'limiga sababchi bo'lding. Nima, singlim o'limiga sababchi bo'lishing kerakmidi? Sen aybingni hech qanaqasi yengillashtira olmaysan. Yasmina yur ketamiz. Bu uyda baribir senga kun berishmaydi. Yo'q aka, ketmayman. Men shu yerda qolaman. Esingni yedingmi Yasmina? Yo seni kimdir majbur qilyaptimi? Agar ketsa, olib ketaver singlingni. Kim majbur qilyapti buni? Ha? O'zi ostonamga yotib olgan. Aka. Yasmina. Aka, meni hech kim majbur qilayotgani yo'q. Eshikdan haydasa devordan oshgan ayolni o'z sababi bo'ladi. Meni peshonamga shu ostona yozilgan ekan. Demak, shu yerda rizqim bor. Men seni bu yerda tashlab keta olmayman. Men yosh bola emasman aka. Qaysi ishga, qaysi niyatda kirganimni, kimni yonida turganimni yaxshi bilaman. Aka, meni xor bo'lyapti deb o'ylamang. Har bir ayolning o'z kurashi, o'z haqiqati bo'ladi. Men o'z kurashimni yarmida tashlab qochadiganlardan emasman. Bu uyni sovuqligidan qochsam, ertaga siz uyingizdagi sukunat meni baribir bag'riga olmaydi aka. Sen shu ishlardan keyin shu uyda qolmoqchimisan? Meni o'rtada nikohim bor. Vaqt hamma narsani o'z joyiga soladi. Muz ham bir kun erib, suv bo'ladi. Siz meni o'ylab siqilmang. Assalomu alaykum oyijon. Xonamga kirishga kim ruxsat berdi? Dorilaringizni ichadigan vaqt bo'lganda olib kelgandim. Bor, ket. Mehribonchiligingni borib akangga qil. Seni Jamol nega haligacha haydab yubormaganiga hayronman. Ichib olasizmi oyijon? Nega bizga yopishib olding? Maqsading nima? Nikohimni saqlab qolish. Yomon niyatim yo'q. Nega meni qabul qilish istamayapsiz? Meni ko'zlarim ko'rmaydi. Lekin yuragim hammasini his qiladi. Jamol seni ko'rsa, singlisini eslaydi. U seni baribir qabul qila olmaydi.
Oyijon, siz qabul qiling. Siz meni qizingizdek ko'ring. Jamol aka meni ko'rganlarida alamlarni emas, sizga bo'lgan mehrimni ko'rsinlar. Hammasi shunchalik oson deb o'ylaysanmi? Shunchaki hammasini unutib seni qizimdek qabul qilish osonmikan? Oyijon, to'g'ri. Shahnoza opamni o'rnlaridan... Shahnoza dema! Kechiring. Lekin sizga o'z onamdek mehr berib qarayman, oyijon. Seni deb o'g'lim azob chekishini istamayman. Sen yaxshisi ket. O'g'limni boshqasiga uylantiraman. Bechora qiz. Jamol aka, charchamadingizmi? Sizga qahva olib keldim. Issiqqina ichasizmi? Ichib ola qoling. Kerak emas. Sovib qoladi. Kerak emas. Uzr. Nima qilyapsan? Uzr, bexosdan bo'ldi. Hozir tozalab qo'yaman. Bering Tegma, menga. ol qo'lingni. Qo'lingni uchun yaptek qizma menga. Jahlingiz chiqmasin, men atayin qilmadim. Bexosdan bo'ldi, ishoning. Bexosdan? Ha, bexosdan. Mana shu uydan ketib qolsang nima bo'lar ekan? Shunchalik meni yomon ko'rasizmi? Shuncha kundan beri nahotki ko'nglingiz eritolmagan bo'lsam, bitta kichkina xatoyim uchun shunchalik g'azabingiz qo'zidimi? Bu xato emas. Bu seni qoning. Akangni qoni bor senda. Akamni xatosi uchun men aybdor emasman-ku. Sen akangni yuzisan. Seni ko'rsam, o'sha akangni ko'rganday bo'laman. Mana shu uyda nafas olib turganingni o'zi azob menga. Shu darajada nafratlanasizmi? O'zing nima deb o'ylaysan? Akangni birgina aybini deb meni singlim o'lib ketdi. Onam qancha azob chekdi. Seningcha bular oddiy narsami? Ha? Shunchaki unutib yuborish kerakmi? Yo'qol. Tushundim. Dabdalasini chiqarding. Qo'limdan kelmadi. Ketaman. Ortiq sabr qila olmayman. Qancha harakat qildim. G'ururimni oyoq osti qilib bo'lsa ham nikohimni asrab qolishga intildim. Axir men ham insonman-ku. Akamning xatosi uchun men umrbod gunohkor bo'lib yashamayman-ku. Meni aybim nimada? Muhabbat bilan kelgan uyimga bugun iztirob bilan chiqib ketaman. Men ketsam, balki o'sha alamingiz bosilar Jamol aka. O'g'lim, shu yerdamisan? Oyi, shu yerdaman. Keling. Hali uxlamadingmi? Yo'q.
Tinchlikmi? Oyi, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshiman. Bolam, Aha, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. so'rang. Yasminaga munosabating qanaqa? Bilasiz-ku, oyi, Unda nega uni haydab yubormayapsan? o'zi ketmayapti. Ha, bolam. Agar ketishini istaganingda allaqachon qarab o'tirmagan bo'larding. Bolam, agar zarracha unda ko'ngling bo'lsa, hamma narsani unutib, hayotingni boshqatdan boshla. Oyi, bu ishlarni qanday unutish mumkin? Ha? Nahotki siz unutgan bo'lsangiz. O'g'lim, akasini qilmishi meni ham yuragimni tilib yubordi. Lekin bunda singlisini aybi yo'q-ku, bolam. Lekin oyi, u baribir uni singlisi. Qolaversa, Nodirni aybsizligi ham isbotlandi-ku, bolam. Aybdor bo'lsa, jazosini olyapti. O'zing shunaqa deding-ku. Oyi, lekin shu narsaga sharoit yaratib bergan Nodirni o'zi bo'ladi. Jamol, men ham ayol kishiman. Yasminani men juda yaxshi tushunib turibman. U oilasini saqlab qolish uchun bor kuchi bilan harakat qilyapti. Uning samimiyatini sendan kelayotgan nafratga mehr bilan javob berishini ko'rib, meni ham ichimdagi muzlar eriy boshladi, bolam. Jamol, u akasini xatosi uchun javobgar emas. Oyi, Bolam, agar yuragingda shu qizga nisbatan zarracha mehr yoki sevgi bo'lsa, uni kechir. O'z alaming, g'ururingni deb bir begunoh qizni, o'zingni baxtingni barbod qilma, bolam. Siz nega keldingiz bu yerga? nimaga ketib qolding? O'zingiz xohladingiz. Men ketsam hamma uchun yaxshi bo'ladi. Men seni olib ketgani keldim. Axir meni ko'rgani ko'zingiz yo'q edi-yu. Nima desam ekan? Xullas, onamni ko'z yoshlari, singlim o'limidan keyin qanday ahvolga tushganini ko'rib, ichimda faqat nafrat qolgan. Buni alami, iztirobi uchun juda ham kuyindim. Yasmina, juda ham qattiq iztirob chekdim. Shu alam ko'zlarimni ko'r qilib qo'ydi. Har gal senga qaraganimda o'sha voqeani ko'rganday bo'lardim. Men esa o'sha alamni badalini to'ladim, Jamol aka. Bilaman. Bu meni eng katta xatoyim bo'ldi. Seni hech qanaqa aybing yo'q edi. Sen
akangni qilmishi uchun javobgar emassan. Meni kechir. Sizda ayb yo'q, Jamol aka. Meni akam bo'lganda ham singlisi uchun shunday qilardi. Sizni tushunaman. Men seni birinchi ko'rganimdayoq qalbimda nimadir paydo bo'lgan. Lekin o'shandan beri muhabbat emas, nafrat bilan kurashdim. Sevgi va nafratni o'rtasida o'choqda men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Jamol aka. Yasmin, menga ishon. Kel, hammasini boshidan boshlaymiz.